O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi media markazida Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini keng nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarori mazmun-mohiyatiga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. 35 yil avval xalqimiz asrlar davomida orzu qilgan muqaddas ne'mat davlat mustaqilligiga erishdi. Bu yo'lda minglab fidoyi insonlar vatan ravnaqi va xalq farovonligi uchun bor kuch-g'ayratini safarbar etdi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi bu nafaqat tarixiy sana, balki xalqimizning azmu shijoati, matonati va ezgu orzu-intilishlarining yuksak ifodasidir. Anjumanda ta'kidlanganidek, davlatimiz rahbarining 2026-yil 2-apreldagi qaroriga muvofiq joriy yilning may-sentyabr oylari davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi barcha viloyatlar va Toshkent shahrida yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida Mustaqillik to'yi festivali o'tkaziladi. Mazkur festival mamlakatimizda tinchlik, birlik va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash, yosh avlod qalbida vatanga sadoqat tuyg'ularini kuchaytirishga xizmat qiladi. Yaqinda muhtaram prezidentimiz biz bilan uchrashganlarida bitta gap aytdilar. Ijod ahli inson qalbining muhandislari. Demak, siz bilan biz insonni qalbini yuragimiz. O'sha bizga aytdilar, mazza qilib borib, shu spektaklni o'ynab kelib uyda yotish yo'q. Endi o'sha uzoq o'lkalarga chiqasizlar. Xalqning ichiga kirib, oddiy xalqning ichiga kirib, ularni dardini bilinglar, ularni qalbini bilinglar va kelib o'sha spektakllarda, sahna asarlarda, suhbatlarda o'shalarni yoritinglar, deyaptilar. Mana bizda asl. Men doimiy qatnashaman shu tadbirlarda. Bitta narsaga amin bo'ldim. Xalqni bugungi kunga shukronalik bor. Ertangi kunga ishonch bor. Ana bizning asl maqsadimiz Xudo xolasa ana shu xalqning qalbiga kirib, yuragiga kirib, ularning dardini bilib, mana shu ularni mana shu 35 yillik to'yga bir chiroyli to'yona bilan, chiroyli xizmatimiz bilan, o'sha xalqimizga xizmat bilan hamisha qatnashish niyatimiz bor. Mustaqillik to'yi festivali doirasida respublikamiz bo'ylab 10 dan ortiq ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy loyihalar, xususan mustaqillik marshlari, vatandoshlar bilan muloqot, davlat ramzlari faxrimiz aksiyasi kabi loyihalar keng jamoatchilikni qamrab oladi. Shuningdek, mahallada bayram, shukronalik uchrashuvlari va yaxshilik karvoni tashabbuslari orqali aholi o'rtasida mehr-oqibat, hamjihatlik va ijtimoiy birdamlik muhitini yanada kuchaytirish ko'zda tutilgan. Ma'naviyat karvonimiz yo'lga chiqdi. Juda katta shodlik, shukronalik, katta bir mehr, katta bir sadoqat. Bu mana shu ma'naviyat karvonimizning hammasi o'sha javohirlari karvonga osilgan. Kitob karvonlari, kino karvonlari, bu karvon, bu shodlik karvoni. Bu muzaffariyat karvonining karvon boshchisi muhtaram yurtboshimiz. Karvon bexatar bo'lmaydi. Karvon bexatar bo'lgan emas hech qachon. Shu uchun ham bu karvon atrofida haqiqiy ma'naviyatchilar, haqiqiy vatanparvarlar, haqiqiy sadoqatlilar birlashgan. Mana shu karvon yo'lga chiqdi. Bu karvonni yo'llari bexatar bo'lsin, manzillari bexatar bo'lsin. Anjumanda qayd etilgandek, Mustaqillik to'yi festivali mamlakatimiz taraqqiyot yo'lida erishilgan ulkan yutuqlarni keng targ'ib etish, xalqimizning milliy g'ururi va vatanga daxldorlik tuyg'usini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Anjuman yakunida ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar.